chiroyli. Yeyishib yotibdi. Mana do'stlar, shu tarzda cho'lchalar ishlashyapti. Do'stlar, ishlash faoliyatlari o'ta yaxshi. Mana buni hozir olib tashlasa, Qizil Kaliforniya cho'lchagini hozir olib tashlasa, massani ko'paytirib olsa, inshaalloh Xudo xolasa 5 oy, 6 oyga massalari yaxshi, zichligi zo'r qilsa 5 oy, 6 oyga ham begomuz chiqaradi. Bu sezongacha mana dehqon aka-ukalar bemalol o'zlaringizga begomuz kerak bo'lsa, mana chiqarib olishlaringiz mumkin. Mana qay holatda begomuz qilib bo'lyapti, mana ko'rinyaptimi? Tuxumlarigacha bor, mana. Mana shu begomuz, mana shunday bo'ladi. Qarang. Tuxumlari mana begomuzlari. Har holatda go'ngni maydalab yeb bitirishyapti. Mana tuxumlari bilan ustki qismini yegan. Mana hozir tagi qismi har holatga turibdi, mana. Mana do'stlar. Massalari o'ta a'lo darajada. Mana oddiy, mana shunday to'rdan tutsa, ustiga somon yo'q, bunday hashak, somon, unday g'arov, unday narsalar kerak emas, shart emas. Mana shu to'r yaxshi, mana namliklari yaxshi holatda, mana. Ko'rinayotgan bo'lsa, mana tuxumlarini qarang. Mana do'stlar, begomuz qilib ishlashyapti. Mana shu begomuzlarni mana shu ko'rinayotgan bo'lishi kerak. Qarang, qay xil tuxumlari bilan. Oddiy shu begomuz kilosi 1,5 ming, do'konlarga 2 ming, mana. Mana bizga hozir sotuvga qolmagan ancha bo'ldi. So'rab keluvchilar ko'p. Bu deganim, o'zimizning mahalliy aholiga yetkazib bera olmadik. Odamlar mana buni sifatini, dehqonchilikda ishlatib ko'rgan odam, effektini ko'rgan odam yana qayta oladi. Oddiy mana amafoslar nechi pul kilosi? Karbamid amafos masalan 4 ming, mana shunday bo'lyapti. 3800, 4 ming, 4 ming qancha. Bu oddiy mana 2 mingdan hali oshgani yo'q, lekin effekti dehqonchilikka o'ta yaxshi. Kim bu biznesga, bu masalan begomuz qilaman degan aka-ukalar, shoshilingizlar. Bu bir kunga tayyorlab bermaydi. Kamiga 6 oy, 7 oy, qancha uzoq vaqt yesa, shuncha sifatli begomuz chiqaradi. Mana ko'ryapsizlar. Ichkarilari qay holatga? Tuxumlarni. Qay holatga yeb, go'ng mahsulotini begomuz qilishga ishlashyapti. Ishi og'irmas. Har kuni bir suvlasangiz ham bo'ladi, chelizingga suvlasangiz ham bo'ladi. Mana shunday
sharoitlarda qilib qo'ysalaringiz, mana ustiga to'r qilib qo'ysa, shunday kun ora suvlasa bo'ladi. Do'stlar, Begomsga aynalyapti go'ng mahsulotlarni. Mana shu ahvolda mana ustiga yaxshi yangi yozga berganmiz, hozir yaxshi yemagan ust qismlarini yegan joylarni yegan. Do'stlar, mana qay holatda mana yangi yozgaga chiqib olib yeyishyapman. Ko'rinayotgan bo'lsa ichkari tomonlarga mana do'stlar. Aksiyadan foydalaningizlar. 15 kun. Mana bugun 11 bo'lsa 25-may kunigacha aksiya e'lon qildik. 25-may 2025 25-maygacha kvadratni 400 dan beramiz. O'ta zich ili tuxumi bilan. Mana shunchalik sert tuxum bo'yotibdi. Bo'laman, shu biznes qilaman, Begoms chiqarib dehqonchiligimga ishlataman, ili sotaman degan aka-ukalar, dehqon aka-ukalar bemalol murojaat qilingizlar. Shu o'lchang topib beramiz. Qancha desalaringiz. Yaqin oraga dastavkalar ham bor. Qiziqqan aka-ukalar bemalol murojaat qilingizlar. Zichliklarni o'ta a'lo darajada qilib beraman. Mana shu Begoms mana. Begoms aylantirib bo'lyapti. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz qop-qora. Xudo xohlasa buni qancha chiqsa 1,5 mingdan olib ketishadi o'zlari. O'zimizda dehqonchiliklarga ham ishlatamiz. Do'stlar, qaranglar. Qay holatda cho'lchanglar ishlashyapti. Qay holatda ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin, lekin o'ta yuqori ustki tomonlariga ishlashyapti mana. Yangi olsaga mana. Tag qismlarini mana Begoms qilib bo'lgan do'stlar mana. Ko'rinayotgan bo'lishi kerak. Mana shu tag qismini mana Begoms qilib bo'lgan. Kilosini 1,5 mingdan sotaveradi. Mana xohlasin sotsin, mana xohlasin dehqonchilikka ishlatsin. Aka-ukalar shoshilingizlar. Aksiyadan foydalanib qolingizlar. Mana do'stlar, qancha desalaringiz